maysazor barpo etishda yer maydonlarini tayyorlash va drenaj tizimi haqida bo'ladi. Bu mavzuni quyidagi rejalar asosida o'tamiz. Birinchi reja maysazorlar barpo etishda yer maydonlarini tayyorlash. Ikkinchi rejamiz esa maysazorlar barpo etishda drenaj tizimini joylashtirish. Maysazor barpo etishda yer maydonlarini tayyorlash asosan ikki usulda olib boriladi. Birinchi usulimiz yerni tayyorlash dastlab 30 sm chuqurlikda yer maydonlarini haydab, tekislab olishdan boshlanadi. So'ng yer yuza qismiga chirigan go'ng 10-15 kg 1 metr kvadratga, mayda qum, yengil tuproqlarda 8-10 kg 1 metr kvadratga, og'ir tuproqda esa 10-15 kg 1 metr kvadratda, ammofoz 200-250 gram 1 metr kvadratga, kaliy o'g'itlari 70-100 gram 1 metr kvadratga solinishi zarur. O'g'it aralashmasi bir tekis yoyilib chiqiladi va aralashmani tuproq bilan qorishib ketishi uchun 10-15 sm chuqurlikda mayin chopiq qilinib, grabil yordamida yana bir bor aralashtiriladi. Nihoyat yer yuza qismi taxtacha yordamida tekislanib, og'irligi 20-30 kg bo'lgan g'ildirak yordamida zishlanadi. Tuproqni ikkinchi usul. Tuproqni sifatli tayyorlash uchun 30-40 sm ustki qatlami olib tashlanadi. O'rni tekislanib, dastlab 10-15 sm qalinlikda aralashgan yirik qum hamda shu chuqurlikda tuproq, qum, biogumus 10 kg 1 metr kvadratga chirigan go'ng, 5 kg 1 metr kvadratga qum va 5 kg 1 metr kvadratga tuproq yoki 15 kg 1 metr kvadratga go'ng va 5 kg 1 metr kvadratga qum aralashmasi solinib tekislanadi. Tuproq ma'lum darajada yog'in-sochin ta'sirida tabiiy zishlanishi nazarda tutib, uni tayyorlash ishlari kuz faslining boshlarida bajarilgani ma'qul. Yer maydonlarini tayyorlashda zamonaviy texnika va texnologiya vositalaridan foydalanadi. Bu dozerlar, greyderlar, ekskavatorlar, terrasyorlar, ko'chat ekish texnika vositalari va boshqa ko'kalamzorlashtirishga oid texnika vositalaridan foydalaniladi. Maysazor barpo etishda drenaj tizimini joylashtirish. Drenaj ko'kalamzorlashtirishdagi yirik yer osti sizot suvlarini me'yorida bo'lishini ta'minlash uchun quriladigan muhandislik inshooti hisoblanadi. Drenaj qishloq xo'jaligi melioratsiyasining muhandislik usuli ekinlarning normal rivojlanishiga xalaqit beradigan ortiqcha tuproq grunti suvlarini va suvda eruvchi tuzlarni tuproq qatlamidan chiqarib tashlash uchun quriladigan gidrotexnik inshoot tizimi. Grunt suvlari to'planib qoladigan yoki uning oqib ketishi qiyin bo'lgan joylarda sho'rlanish va botqoqlanishga uchragan tuproqlarda drenaj barpo qilinadi. Bunday yerlarda drenaj qurish grunt suvlarining oqib ketishi va natijada tuproq qatlamining sho'rlanishini, yuza grunt suvlari sathini pasayishini ta'minlovchi meliorativ kompleksning asosi hisoblanadi. Tuproqqa bo'lgan talab va drenaj tizimiga alohida qaralmasligi kerak. Tanlangan tuproq turi drenajga bo'lgan talabini aniqlanishi kerak yoki tanlangan drenaj tizimiga mos tuproqni tanlash zarur. Drenaj turlari 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi ochiq drenaj, ikkinchisi yopiq drenaj, uchinchisi aralash drenaj hisoblanadi. Quyidagi rasmda ko'rib turibmiz, ochiq drenajlarni ko'rib turibmiz. Yopiq drenajlar bu rasmda esa bu yerda esa ikkalasi aralash holda ko'kalamzorlashda, gazon barpo etishda foydalanish ko'rsatilgan. Xo'p, yopiq drenajlarni yaratishimizda birinchi bu qilinadigan grunt, ustki qatlam grunt bo'ladi, keyin tekstil, mayda toshchalar 10 sm solinadi, drenaj turbasi va mayda toshchalar 30 sm, tuproq va qum aralashmasi qatlam hosil qilingan holda yaratiladi. Drenaj tizimiga ko'proq sport gazonlari zarurat sezadi. Chunki tepkilanadigan gazonlarning qayta tiklanishi va ildiz tizimining yaxshi o'sishi uchun namlik va kislorodning maqbul jamlanmasi mavjud bo'lishi kerak. Drenaj o'rnatish uchun yer maydonlari 1,5-2 metr chuqurlikda maxsus ariqlar kovlanadi. Ariqlarning eni 0,5 metr, ariqlar orasidagi masofa esa 1,5-2 metr bo'ladi. Tayyor bo'lgan ariqlar ustiga 5-7 sm qalinlikda yirik shag'al to'kiladi. Shundan so'ng uning ustiga zanglamaydigan va ezilmaydigan quvurlar yotqiziladi. Va ushbu rasmda ko'rib turibmiz, yopiq drenajga tayyorlangan ariqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'sha ochiq drenaj.
Drenaj nima uchun qilinishi kerak? O'simliklarning yaxshi o'sib rivojlanishiga, iste'dod suvining sathini bir me'yorda saqlashga katta yordam beradi. Shuning uchun drenaj qilinishi talab qilinadi. Yotqizilgan quvurlar diametri 15-20 santimetrdan iborat bo'ladi. Ko'kalamzor hududlarda o'simliklarni sug'orish uchun sug'orish shoxobchalari o'rnatiladi. Ushbu shoxobchalar asosan suv manbalari, tabiiy suv manbalariga, artezan quduqlari va shahar hududini suv bilan ta'minlovchi manbalar borib ulanadi. Ochiq drenajlar afzalliklari va kamchiliklari. Birinchi navbatda arzon va oddiy bo'ladi ochiq drenaj. Kamchiliklari esa kam samarali, doimiy emas, uzoq vaqt foydalanib bo'lmaydi. Yopiq drenajning afzalliklari. Tashqi ko'rinishdan estetik manzarali, hududda landshaft dizayn yaratishda xalaqit bermaydi, boshqa turdagi drenaj va kommunikatsiya ashyolariga xalaqit bermaydi. Kamchiligi esa hali kuzatilmagan. E'tiboringiz uchun rahmat.